Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlar Muray qabla hayrat jamoasi olarak yana mazlumlarni, faqirlarni quvontirishlikda davom etamiz inshaalloh. Bugun ham ko'rib turganlar ushbu 3 ta qo'chqorimizni ikkitasini bir birodarimiz o'g'il farzandli bo'lgan ekanlar. Shu o'g'il farzandlari nomidan aqiqa qurbonliklarni so'yib, chodirlarda mazlumlarga ulashtirish uchun mablag' yuborganlar. Bizlar ham ko'p turganlar shu ikkita qo'chqorni sotib oldik va yana bitta qo'chqorni esa qirg'izistonlik birodarlarimiz ehson niyatida mazlumlar uchun go'sht ulashtirishim uchun mablag' yuborgandilar. 3-chi qo'yni ham sotib oldik. Inshaalloh hozir 3 ta shu qo'chqorlarimizni so'yib, chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, muhtojlarga, faqirlarga ulashtirib beramiz. Alloh taolo birodarlarimizni qurbonliklarini qabul qilsin va aqiqa qilgan birodarimizni farzandini solihlardan, mu'minlardan, ota-onasini jannatiga yetaklab kiradigan qori farzandlardan qilsin va qirg'izistonlik birodarlarimizni ham ehson qurbonliklarini Alloh taolo dargohida qabul qilgan bo'lsin. Agar sizlar ham mana Qurbon bayrami yaqinlashyapti va shuningdek ehson qurbonligilar, aqiqa qurbonligilar bo'ladigan bo'lsa yoki Qurbon bayramida mazlumlarni, faqirlarni, yetimlarni quvontirishlik uchun o'z qurbonligingizlarni mazlumlarga ulashtirsanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin inshaalloh. Hozir ushbu 3 ta qo'chqorlar, 3 ta qurbonligimizni so'yib, mazlumlarga, muhtojlarga ulashtirib beramiz inshaalloh. Mana hozirda ko'rib turganlar ushbu chodirlarga qurbonlik va ehson qurbonligi va aqiqa qurbonlik go'shtlarimizni olib keldik. Inshaalloh mana shu chodirlardagi mazlumlar uchun ushbu qurbonlik va aqiqa qurbonlik go'shtlarimizni ulashtirib beramiz. Alloh taolo aqiqa qurbonlik qilgan birodarimizni farzandini solihlardan, mu'minlardan qilsin inshaalloh. Va ehson qilgan qirg'izistonlik birodarlarimizni ham Alloh taolo ehsonlarini qabul qilsin. Bilasizlar, albatta ushbu chodirlarda yashayotgan musulmonlar qattiq urushlar sababli mana shunday chodirlarda yashashga majbur bo'lgan sababi bombardimonlar sababli uylari vayron bo'lgan, uylariga qaytib ko'chib borisha olmaydi. Ko'chib borsa ham uylarni qayta qurgan imkoniyatlari yo'q. Shu sababli bizlar ham imkon qadar bularga sizlarning yordamlaringizni, ehsonlaringizni ulashda davom etyapmiz. Alloh taolo sizlardan, bizlardan qabul qilsin. Agar sizlar ham mana shunday ehson qurbonliklari, aqiqa qurbonliklar bo'lsin yoki mana bayram yaqinlashyapti, Eid qurbonidagi qurbonliklaringizni mana shunday chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, faqirlarga ulashtirsanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin inshaalloh. Xo'da. امسك معي يا خالد. انجز خليك تكلم. مو هيك. امسكه. ايوه. يلا السلام عليكم. كيفك يا اخي؟ لا شلونك؟ طمنا عنك. تفضل. شكرا. شلونك؟ تفضل. 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 ايوه. تفضل. تفضل. Mana alhamdulillah bugun ham yordamlarimizni, ehson aqiqa qurbonlik go'shtlarimizni shunday chodirlarda yashayotgan mazlumlarga ulashtirib berdik. Alloh taolo qurbonlik qilgan akalarimizdan qurbonligini qabul qilsin va aqiqa qurbonlik qilgan akamizni ham yana takror aytib o'tamiz. O'g'lini, farzandini solihlardan, ota-onasini jannatga yetaklab kiradigan qori farzandlardan qilsin. Alloh taolo sizlardan, bizlardan qabul qilsin.